Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, musofirdagi aka-ukalar, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa biz mana navbatdagi darvozamizni olib kelib o'rnatdik. High-tech fasondagi darvozamiz juda ham chiroyli holatda o'rnadi. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like tugmasini bosib qo'ysalaring xursand bo'lamiz. Videomiz ko'pchilikka tarqaydi. O'ta mustahkam holatda chiqqan darvozamiz 2 qavatlik. Nerjavekalar bilan listlarimiz ikkilik listdan bo'lgan. Birinchi qavati va lazerda o'yilgan qismi ham ikkinchi qavati ikkilik listdan bo'lgan. Juda ham mustahkam holatda tayyorlab berganmiz. Darvozamizni Farg'ona viloyati Bog'dod tumaniga olib kelib o'rnatdik. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga chiroyli qilib o'rnatib beramiz darvozalarni. Razmerlarimiz bo'yi 390, eni 360 razmerda tayyor bo'ldi darvozamiz. Narx-navosi bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, darvozamizni 1 kvadrat metri 1.300.000 so'mlik holat. Mana shu holati 2 qavatlik varianti. Bu darvozamizni общий summalari bu yoqda yonlarida kichkina eshikchalari bor. Общий dogovor bo'lgan kichkina eshikchalari bilan. Bu ham high-tech shtampovka varianti, arzonroq varianti. Buni ham chiroyli qilib ana bu yerlarga nerjavekalarni bosib beramiz. Hop. Xullas общий narx-navosi darvozamizni bu yangi o'rnatgan darvozamiz orqa tarafida darvozaxona bor. Eski darvozasini общий o'rnatib berishlarimiz bilan xudo xolasa общий summasi 19,5 million bo'ldi. Endi to'shni razmerga chiqaradigan bo'lsak, darvozamiz agar 10 kvadrat bo'ladigan bo'lsa 13 million so'm bo'ladi narxi. Kvadrati 1.300.000 so'mdan. Hamma razmerga pulni hisoblab chiroyli qilib beraveramiz. Ekranning pastki qismida nomerlarimiz bor. Telegram, WhatsApp tarmoqlardan yozsalaring, katalog tashlab beramiz. Hamma fasonlar bor. Narxlarni chiroyli qilib beramiz. Videoni yaqinlarga darvoza o'rnatmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni tez va sifatli qilib bitirib beramiz, xudo xolasa. Darvozamiz bir qator orqa tarafini ham ko'rsatib o'taylik. Buni darvozamizni orqa tarafi mana shu holatda bo'ladi. Buni yana qo'shimcha uyga yuk mashinasi kiradi ekan. Pramog qismiga, pramogini ham tepasidagi ochilmaydigan qismini ham oshib qo'yib berganmiz chekkasiga. Yuk mashina kiradigan bo'lsa, bu tarafda chekkasida kruchogi bor. Kruchogini chiqarib ochilaveradi, tepasi bu yoqqa ochiladi. Bemalol baland mashinalar ham kirib chiqaveradi. Xudo xolasa. Kalitlarimiz 5 ta kalitlik. Xullas yuk mashinalariga, boshqalarga kirib chiqishiga juda ham qulay bo'ldi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videoni oxirigacha ko'rganlar bittadan like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.